kecha kanalga qo'ygan siniy damasimizni ulgurmaganligi uchun bugun yana bitta zo'r variantda siniy rangli damas mashinasini olib kelib qo'ydik. So'raganlar ko'p edi. 2024-yil 69000 kilometr urgan. Holatlari zo'r bo'lib turibdi. Kraskalari ham absolutni toza, beharajat, mazax haydisida baholisi. Salonlari ham zo'r bo'lib turibdi. Chizig'i ham yo'q. Bunaqa yaxshi qimmat chexollagacha taqib qo'yilgan, o'zini yastulari bilan. Malibu barlargacha uстановка qilingan. O'zini halol bo'lgan probegi 69000 kilometr. O'nta yaxshi limon poliklargacha solib qo'yilgan. Bundan tashqari mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan. Eshiklarigacha ligirovka qilib qo'yilgan. Bitta barmoqda yopiladi. Tashdid masala bo'lgan. 4 ta yaxshi yumshoq diskavallargacha taqib qo'yilgan. Gerplar bo'ylagacha uстановка qilib qo'yilgan. Oldi abdusofkalarga ham eris abdusofkalarga uстановка qilingan. Xo'p, kraskasi aytganimdek absolutni toza, holatlari zo'r bo'lib turibdi. Metan gazgacha uстановка qilingan. Motor, hadovoy, korobka moslarda umuman ishlar yo'q. Xudo xolisa olib mazax haydasizlar. Bitta chetda ozgina metina qo'yadigan joyi bor ekan. Boshqa hech qanday xarajatlari yo'q. Xudo xolisa olib mazax haydasizlar. Kraskasini probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirib olasizlar. Damas savdoda olib mazax haydashingiz uchun $6700 bo'lsa berib yuboramiz.